Bular 9 degan. Assalomu alaykum do'stlar. Mana 5 ga 2,5 joyim bor. Nima qurdirsam bo'ladi deb kommentariyada fikrlar kelgan ekan. Mana xuddi o'sha sizlar aytgan razmerda 5 ga 2,5 joyi. Tanishtirib o'taman, рабочий stol. Bitta moyka. Xudo xolasa bu tagi ochiq bemalol montaj qilinaveradi. Simsitillar o'rnatilsa ishga tayyor. Bitta 30 litrlik qozonimiz oila uchun uncha sal ko'pchilik bo'lsa ham bemalol xizmat qilaveradi. Bitta zamonaviy zubli mangalimiz 2 etajli. Xudo xolasa mana bu svetlari ham bor. Bemalol vaqtda mana svet tortib qo'yganmiz. Svetini yog'ib, tutun urmaydi umuman. Bemalol ishlatsa bo'laveradi. Bitta 60 litrli qozonimiz sho'rvaga, oshga, hamma narsaga bo'laveradi. O'tlar yoqib qo'ydi, xudo xolasa ishlab turibdi mana. Bitta mana uloqsiz zakaznoy tandirdan qo'yib berganmiz. Agar uyda ko'pchilik bo'lmasalaring, mana shu tandirda qo'yishni tavsiya qilaman, chunki bu uloqsiz bo'ladi, chidami ko'proq bo'ladi. Mana bu yerda shu trenddagi mokriy zontigimizdan qo'yib berganmiz. Bu yerda savat qo'yish uchun joy. Bu yerda savat qo'yib, nonni yopaveradi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Tandir O'choq usta kanaliga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatdamiz. Samarqandliklar bir dongacha baho berib ketamiz. Abduvahid aka keling. Mana Abduvahid aka. Assalomu alaykum. To'lqin tovonni uyidamiz. Mana ukalariga ishonganini xudo xolasa endi qabul qilib olasiz. O'zi Toshkentdagi sababli kelolmadi. Bir fikrlaringizni aytib qo'yasiz endi. Ha, hurmatli obunachilar, ustalarning qo'li dard ko'rmasin. Rahmat. Zo'r chiqdi. Mana baho beringlar o'zlaring. Kelib ko'rishlaring mumkin. Ishtixonga, Bog'bon mahalla Borzon qishlog'ida. Borzon qishlog'ida kim ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'lsa, mana Abduvahid akam bilan bog'lanib kelasizlar. Bemalol ko'rib, kim qildirmoqchi bo'lsa, xudo xolasa faqat sal oldinroq telefon qilib qo'yasizlar. Bizda jinniy ochirit bo'ladi. Joyim bitsin, keyin qildiraman deganlar shoshilib qolasizlar. O'shanga sal oldinroq navbat olib qo'ysalar, xudo xolasa bog'lanishda bir-birimizga vaqtimizga to'g'ri keladi. Hech kim kutib qolmaydi. Shunday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Yangi ijodlarimiz mana davom etaveradi. Sizlarga ham rahmat. Rahmat aka, sizga ham katta. Sog' bo'linglar.